Oltinchi amaliyot. Mavzu vektorlashtirish usullari. Parallel hisoblashda vektorlashtirish bu bitta protsessor yadrosiga maxsus ko'rsatmalar. Masalan, protsessor arxitekturasidan kelib chiqqan holda AVX yoki boshqa nimada texnologiya yordamida bir vaqtning o'zida ma'lumotlar ustida bir nechta o'xshash operatsiyalarni bajarish imkonini beruvchi texnikadir. To'g'rirog'i texnologiyadir. Bu vazifaning turli qismlarini bajarish uchun bir nechta yadro yoki protsessorlardan foydalanilib, ko'p ish elementlarini yoki taqsimlangan parallelizatsiyadan farq qiladi, bajarish mumkin. Vektorlashtirishning maqsadi ayniqsa katta ma'lumotlar to'plami o'z ichiga olgan hisoblash tezlashlari va kompilyatorning yukini kamaytirish usulidir. Xo'p, buni ma'ruzadan ozgina eslatib o'taman. Ma'ruzamizdan e, ko'rib chiqqanmiz vektorlashtirish. Mana vektorlashtirishni qaraydigan bo'lsak, bir vaqtda bir nechta operandlarni, ya'ni amallarni bajarilishi skalar holatda biz sikllar ustida, massivlar ustida siklik iteratsiya orqali mana e, bir xil elementlarga A1 ga B1 ni, A2 ga B2 ni shunday qo'shadigan bo'lsak, mana shunday nechta em bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sikl счетчигidan to qaysi bir diapazon, masalan 1dan 5gacha 5ta marta o'tib chiqish mumkin. Vektor operatsiyada esa bir xil elementlarni mana A1 B1 A2 B2 A3 B3 ko'rinishida bir marta vektor operatsiya bajarish orqali bu narsani, bunday amallarni bajarish mumkin. Aynan shuning uchun vektorlashtirish e, darajasida parallel dasturlarni tashkil qilish nazarda tutilgan. Demak, vektorli kompyuterlar turli xil texnologiyalar asosida qilingan. Buni asosan vektorli qayta ishlash uchun maxsus protsessorlar, grafik video kartalar, boshqa nimalar ishlatiladi hamda masalan protsessorlar turiga qaraydigan bo'lsak, Intel va AMD arxitekturali protsessorlarida bunday kengaytmalar mavjud, ya'ni e, bunday ma'lumotlarni vektor ko'rinishga o'tkazuvchi e, kengaytmalar kompilyatorlarda shunday kengaytmalar bor. Aynan bu shuning protsessorlar uchun mo'ljallangan. Masalan, AVX, SE, MMX degan, demak, kengaytmalar bor. Bu kengaytmalarning vazifalarida umuman qaraydigan bo'lsak, vektor registrlarining to'plamlari bor. E, Bir vektor registrda bir necha operandlarni yozish imkoniyatlari shakllantirilgan. Vektor ishlov berishi bo'yicha maxsus buyruqlar to'plami mavjud bu protsessorlarda. Demak, bularni qanday protsessorlar deydigan bo'lsak, AMD, ana Nvidia, RTX, demak, grafik protsessorlarni aytish mumkin. Demak, aynan qanday holatlarda effektiv ishlaydi bu narsa. Masalan, bir xil elementlar yoki bir xil o'xshash operatsiyalarni juda ko'p marta bajaradigan skalar holatdagi dasturlarni mana shunday ko'rinishda bitta operatsiya orqali mana siz teng A plus B, ya'ni A ga buni qo'shish bir xil jarayon bu. A1 ga bu bir, A2 ga bu ikki, A3 ga bu shunday tartibdagi, demak, siz mana bunday ko'rinishdagi skalar holatdagi bajariladigan dasturlarni mana bunday bitta operatsiya orqali bajarish imkoniyatini beradigan mana SIM texnologiyasi. Bundan tashqari mana matrisalarni ustida ham shunday amallar aynan bajariladi. Masalan, bitta elementni ikkinchi elementiga, mana bitta matrisani ikkinchi matrisaga ko'paytirish jarayonini qaraydigan bo'lsak, mana demak, A ni A ga, keyin B ni demak bu elementni mana bu yerga, demak, satrlarni ustunlarga har biriga ko'paytirib chiqish nazarda tutilgan. Bunda 64 ta ko'paytirish amali va 48 ta qo'shish amali mana bajariladi. Aynan bir xil shunaqa amallarni bajarish uchun aynan grafik vektorizatsiya usulidan foydalanish zarur bo'ladi. Samarali, effektiv foydalanish mumkin. Aynan grafik kartalar nima uchun kerakligi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, mana turli xil
grafik tasvirlarni qaraydigan bo'lsak, har bir rang albatta rangli nuqtalardan, piksellardan iborat bo'lib, ular ranglar standartlari, masalan, RGB ko'rinishida nima qiladigan bo'lsa, bitta nuqtada uchta parametr bilan grafika belgilanyapti. Bular albatta bunday ma'lumotlarni vektor va matritsali ko'rinishlarda qayta ishlash uchun zarur texnologiyalardan hisoblanadi. Vektorlar hisoblangan aynan hozir ko'rib chiqqan nimamiz, mana bir xil operatsiyalar x1 ga y1 ni qo'shib natijani z1 ni hisoblash, buni parallel ma'lumotlar darajasida parallellikni ta'minlash uchun SIMD, ya'ni Single Instruction Multiple Datadan texnologiyasidan foydalanamiz. Vektorlash usullarini qaraydigan bo'lsak, qanday qilib vektorlashtirish mumkin? Demak, AVX, SC to'plamlari ko'rsatmalaridan foydalangan holda assembler ko'rsatmalarini yozish yoki bo'lmasam C++ kodida, C yoki C+ kodida assemblerga yaqin bo'lgan fragmentlarni qo'shish orqali yoki avtomatik vektorizatsiya yordamida avtomatik vektorizatsiyani kompilyatorga yuklash orqali kompilyatorni kengaytmasidan instruksiyalardan foydalangan holda vektorlashtirish amalini bajarish mumkin. Buni dasturchi aralashuvisiz kompilyator tomonidan amalga oshiriladi. Kompilyator har doim ham vektorizatsiya imkoniyatini topolmasligi mumkin. Aynan shuning uchun dasturchi ko'rsatmalarni beradi kompilyatorga, qaysi ma'lumotni qanday qilib vektorizatsiya qilish to'g'risida ko'rsatma beradi yoki u OpenMP kompilyator direktivalaridan foydalangan holda vektorizatsiyani amalga oshirishi mumkin. Demak, qaysi kompilyatorlar orqali JSS, Intel, Clang degan demak kompilyatorlar bor. Aynan C++imiz JSS degan mana GNU nimalari bor, kompilyatorlari bor. Asosan ular 11-versiyadan boshlab parallel algoritmlar, vektorizatsiyalarni yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Demak, parametrlarni qaraydigan bo'lsak, mana opti vectorize deb turib, shu opsiya orqali ishlatadigan bo'lsak, o'sha kodni vektorizatsiya qilib beradi. Hozir mana oddiygina skala ko'rinishidagi bizlar ishlatadigan dastur, ya'ni bu yerda mana bu int main qismida mana massivlar initializatsiya qilindi va siklik iteratsiya amalga oshirilyapti. Mana shu ma'lumotlarni mana bu yerda elementlarni chiqaryapti. Xo'p, mana shuni demak bunday amallarni demak bir xil bo'lgasini nimasini amallarni vektorizatsiya orqali amalga oshirishimiz mumkin. Demak, mana bu ketma-ket nima bu? Aynan vektorlashtirish bu dasturda bir xil amalni bir nechta ma'lumotlarga bir vaqtning o'zida qo'llash orqali hisoblash tezligini oshirish usulidir. Demak, mana bu shu texnologiya mana demak single instruction multiple datani qaraydigan bo'lsak, bitta ko'rsatma ko'p ma'lumotlarga mana shu qo'llaniladi. Bitta ko'rsatma ko'p ma'lumotlarga qo'llanilishi, masalan, bu SIM texnologiyasi. Masalan, protsessorlar deyarli 4 ta float sonini, float deganimiz haqiqiy real son, suzuvchi nuqtali float soni. Demak, demak, sim tushunchasini yaxshiroq tushunadigan bo'lsak, mana A0, A1, A1 demak, A'ni elementining A massivining 4 ta elementi 0 dan 3 gacha, B massivining 4 ta elementi 0 dan 3 gacha mana shunday ko'rinishda sim registrlanadi, ya'ni 128 bit yoki 4 ta float sonini qo'shish orqali mana 4 tadan 4 tadan bajarish mumkin. Natijani qaraydigan bo'lsak, natija barchasi bir vaqtda hisoblanadi. Mana registrlar orqali 4 ta 1 son, 2 son, 3 son, 4 son ustida demak amal bajaryapti. 128 bit 4 float. Demak, texnologiyalarni qaraydigan bo'lsak, zamonaviy protsessorlar SIMD uchun maxsus vektorlar registrlar va ko'rsatma to'plamiga ega. Faqat AVX 512 esa boshqa protsessorlardan farqlari mavjud. Demak, SC'ni ko'radigan bo'lsak, 128 bit 4 ta float soni yoki 2 ta double sonini ustida bir xil vaqtda amalga bajaradi, ya'ni vektorli registrlarning ustida
orqali amalga oshiradi. Demak, Intel va AMD prosessorlarga taalluqli bu. Hivx texnologiyasi 256 bit, 8 ta float soni. Mana bu 4 ta emas, 8 ta float. Men hozirgi ko'rib chiqqanim mana bu nimamiz SC texnologiyasi 4 ta floatni ustida bir vaqt o'zida amalga oshiradigan vektor registrlar. Havix'ni qaraydigan bo'lsak, bundan yana 2 marta ko'p, 4 ta float sonni ustida bir vaqtni o'zida amalga oshiradi. Havix 512 prosessorlarida, demak, 512 bit, 16 ta float yoki 8 ta dobulni ustida bir vaqtda vektor registrlari e, amallarni bajaradi, jarayonlarni, hisoblash jarayonlarini bajaradi. Demak, parallellikni tashkil qilishni asoslari shulardan iborat. Demak, buni qo'llab qoladigan esa mana bu nimalar, demak, qo'lda vektorlashni qaraydigan bo'lsak, demak, agar kompilyuter avtomatik vektorlamasa, dasturchi pragma yordamida ko'rsatma berishi mumkin. Mana pragma OMP degan, demak, o'tgan nimalarimizda ko'rib chiqqanmiz. Bibliotekamiz bor. Bibliotekani mana SIMD, ya'ni vektorizatsiya usuli qo'llanyapti. Mana shu sababli buni protsessor nimasidan kelib chiqqan holda, to'rttami, sakkiztami, demak, float ko'rinishida amalga oshiradi. Vektor registrlarda amalga oshiradi. Xo'p, mana bu dasturni qaraydigan bo'lsak, bugungi darsimiz amaliy bo'lgan sababli mana bu e, dasturni ko'rib chiqamiz. Include Yostrem, mana Iris texnologiyasi uchun kerakli kutubxona mana ochildi. Intmain, mana Alignus 32 nimaga kerak degan nimani oldingi darslarimizda ko'rib chiqqanmiz. Casheline'ni paddinglar bilan to'ldirish. Casheline'da ma'lumotni joylashi to'g'risida nima qilganmiz? Demak, 32 bitli casheline'da ma'lumotlar tekst joylashi uchun float A8 mana 8 ta elementni joylashtirdi. Mana B8 8 ta element, mana bu esa oxirgi natijaviy elementi. Demak, qaraydigan bo'lsak, 256 bitli AVX registrga massivlarni yuklashimiz. Mana M256 vektor A o'zgaruvchisi, mana MM256 load nimani o'qiyapti? A massivini o'qiyapti. Massivni vektor registrlarga yukladi. Demak, vektor A'ga yukladi. Vektor B'ga xuddi shuning tartibda mana B massivini yukladi. Ikkita vektorni qo'shish uchun mana vektor C teng mana add plus C. Mana bu ikkita mana bu assemblerda ham bilasizlar, move, add, boshqa load, mana bular hammasi assembler tilida ham xuddi shunday. Vektor A'ga vektor B'ni qo'shish registrlar ustida amalga oshiradi. Demak, ikkita vektor registrlarni qiymatlarini vektorsiga yozadi. Qo'shgan holda, demak, yozadi. Bu bir vaqtda amalga oshiriladigan jarayon. Mana demak, bu yerda 8 ta element amalga oshirilib turibdi. Demak, natijani mana PC'ni yozish, mana keyin ekranga chiqarish uchun endi S degan mana bu vektor C edi, mana bu vektor C. Mana bu yerda vektor C'ni ma'lumotini mana bu C nimaga massivga yozyapti. Endi yozilgan massiv mana bu yoqda endi registrda emas, bu massivdan ekranga chiqarishni bajariladi. Mana 0 dan 8 gacha mana C, demak, massivdagi element ekranga chiqariladi. Mana bu yerdagi mana bu jarayon aynan mana bu jarayon parallel bajarilganligi sababli vektor registrlarda bajariladi. Mana shu aynan bizani ko'rib chiqayotgan nimamiz shu yerda. Demak, bugungi nimamizga vektorlash usullari mana bu yerni o'qib qo'yasizlar. Mana butun ma'lumotlar, nazariy ma'lumotlar keltirilgan. SIM texnologiyasi nima, qanday amalga oshiriladi, hamda bugungi nimadagi ma'ruza darsida berilgan o'sha vektorlashtirish bo'limlari ham yaxshi keltirilgan. Bu yerda kodlar Pythonda keltirilgan, mana Pythonda bajarilishi, C++ da bajarilishi to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Xo'p, mana xuddi nima qilganimiz, qo'lda vektorizatsiyani amalga oshirish nimalari ko'rsatilgan.
Demak, Pythonda bu qanday bajarilishi, kutubxonalar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Xo'p, eee, ma'lumotlarni ma'lumotlarni aynan biza ko'rib chiqqanimizda ma'lumotlar darajada vektorlashtirishimiz uchun ma'lumotlarni biza SOA mana bu structures of arrays hamda arrays of structures ko'rinishidagi ma'lumotlar turlari bor edi. Shu mana bu SOA ko'rinishidagi ma'lumotlar ya'ni A1, S1, B1 ko'rinishda ma'lumotlarni ketma-ket joylashtirish bu yaxshi samara bermaganligi, ya'ni keyshlaynda ketma-ket joylashmaganligi sababli biza aynan shu ma'lumotlarni SOA ko'rinishiga o'tkazish nazarda tutilgan. Э, Demak, mm, tak, shuning uchun mana bu ko'rinishga o'tkaziladi va SIM texnologiyasidan vektorizatsiya usulidan foydalanib ishlatish mumkin bo'ladi. Demak, mm, vektorlashtirish usullarini solishtirma jadvalini qaraydigan bo'lsak, demak, parallel hisoblashdan vektorlashtirish usullari quyidagicha bo'lishi mumkin. Avtomatik vektorizatsiya qilish, kompilyatorlar o'zi qiladi bu ishni. Qo'lda vektorizatsiya qilish, demak, assembler nimalar yordamida kutubxona asosida NumPy, xuddi nimada OMP bibliotekalari orqali C++ da yoki bo'lmasam Pythonda boshqa nima hamma qo'llab-quvvatlaydigan dasturlash tillarida bajarish mumkin. Ma'lumotlarni strukturasini optimallashtirish SOA ko'rinishda yoki algoritmik yondashuv, demak, kabi parallel operatorlardan, demak, foydalangan holda amalga oshirish mumkin. Vektorlashtirish usullarining solishtirma jadvaliga e'tibor beramiz. Demak, avtomatik vektorizatsiya bu qanday bajariladi? Kompilyatorda sikllarni o'zi simk buyruqlarini ishlatiladi. Ya'ni o'sha ko'rib chiqqan vektorlashtirish orqali bir marta bajarish vektor registrlari orqali amalga oshirish bajariladi. Afzalliklari: dasturchiga qulay va sodda kodligi. Kamchiliklari: murakkab sikllarda ishlamaydi, nazorat cheklangan. Qo'lda vektorlash, demak, bibliotekalar orqali amalga oshiriladi bu. SCAVX yoki nima buyruqlar, ya'ni buyruqlar ko'rinishida texnologiyasi, demak, buyruqlarni dasturchi bevosita ishlab chiqaradi. Maksimal samaradorlikka ega, to'liq nazorat, murakkab, platformaga bog'liq, portativ emas. Kutubxonalar asosida NumPy, demak, OMP, MPI bibliotekalari yoki TensorFlow mana bibliotekalari orqali amalga oshirish mumkin. Demak, bibliotekalar SIMD texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan, demak, bibliotekalar, metodlar mavjud bo'ladi. Demak, ishlash oson, keng qo'llaniladi bu nima SIM texnologiyasi. SIM darajasini dasturchi nazorat qila olmaydi. Bu avtomatik nimani kompilyator tomonidan bibliotekani metodi hisoblanadi, parametrlarni ko'rsatish orqali bajariladi. Ma'lumotlar darajasida, demak, ma'lumotlarni SOA structures of arrays shu shablonga mos holda unga SIM texnologiyasini qo'llash mumkin. Xotira oqimini samarali ishlatadi, tezroq bajariladi. Xotira oqimini samarali ishlatish deganimizda, mana shu o'tgan darsimizda ko'rib chiqqan ma'lumotlarni turi bo'yicha SOAda ma'lumotlar cache laynda, ya'ni cache qatorda ketma-ket joylashishi sababli xotiralarni oqimini to'g'ri tashkil qilish mumkin. Ya'ni bitta o'zgaruvchi bitta o'zgaruvchi bir cache laynda joylashganligi sababli xotira va cache'da ma'lumotlarni to'g'ri ishlatish mumkin. Ya'ni demak, samarali murojaatlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mm, Demak,
Algoritmik usulda, demak, algoritmni o'zini vektor ishlashga moslab yozish mumkin. Bunda katta tezlanish beradi. Murakkab masalalarni simp bilan tezlashtirishi mumkin. Ya'ni grafik vektorizatsiya yordamida tezroq amalga oshirish mumkin bo'ladi. Ko'pincha qayta dizayn qilish zarur bo'ladi bunda. Hamma algoritmlar ham mos kelmaydi. Demak, xulosa, oddiy foydalanuvchi uchun eng qulay bibliotekalardan foydalanish, dasturchi uchun kompilyator vektorlarni yoqish va ularni ya'ni ma'lumotlarni to'g'ri tashkil qilish muhim hisoblanadi. Demak, qo'lda vektorlashtirish va algoritmik yondashuvlar ishlatiladi. Xo'p, amaliyot yuzasidan quyidagi topshiriqlar mana parallel hisoblashga doir vektorlash usullari bo'yicha mana bu yerda topshiriqlar berilgan. Sizlarning har kimga o'zi mm, guruhda ko'rsatilgan raqamlaringiz bo'yicha raqamlaringiz bo'yicha mos variantlarni tanlab, mazkur variant bo'yicha berilgan ko'rsatma asosida yuqorida keltirilgan C++ yoki C da yoki bo'lmasam Pythonda kodlashtirish kodlar yozilgan kodlari ko'rsatilgan misol sifatida keltirilgan misollardan foydalangan holda mana shu bugungi topshiriqlarni yechishga harakat qilasiz. Bugungi mavzumiz nazariy va amaliy ko'rsatish kerak bo'lgan nimalar mana shulardan iborat. Mavzu bo'yicha savollar bo'lsa bemalol eshitaman.